dunyoni o'ynatadi, men gapga javob beraman. Shamol shamolni tebratar. Shamol bulutni tebratar. Bulut yomg'irni tebratar. Yomg'ir maysani tebratar. Maysa biyani tebratar. Biya qimizni tebratar. Qimiz yigitni tebratar. Qimiz yigitni tebratar. Yigit suluvni tebratar. Suluv beshikni tebratar, beshik bolani tebratar, bola dunyoni tebratar deyshadi. Dunyoni tebratadigan bolalarni sizlarga tilab qolamiz. Mana endi keling yangamiz hamda kuyovjo'ralarimizdan bir ajoyib tilak eshitib qolamiz. Marhamat, Shafat gapir. Assalomu alaykum. Men bugun Napi deganam bilan Saqib o'tishimda to'ylar bilan tabriklayman. Ikkoviga she'r, ikkoviga she'r. Siz quyosh bo'lsangiz oydin oy bo'lurman. Kunduzlari sekingina poylab olurman. Misolingizga hech to'ymayman bilmam. Qalbim to'ridan sizga nazar solurman. Rahmat Raisboy. Senga ham rahmat Shafat zo'rg'a turganing uchun. Endi kuyovjo'ramizdan bir ajoyib tabriklar eshitamiz. Rahmat. Men mashq qizi so'zlariga qo'shilaman. She'riga ham qo'shilaman, kerak bo'lsa o'ziga ham. Men ham she'r aytaman. Marhamat, rahmat. Kunlar isib ketyapti, to'ylar qizib ketyapti. 3-4 soat qoldi deb kuyov xursand bo'lyapti. Mana she'ringizga menda ham bir ajoyib she'r keldi. Kunlar isib ketyapti, odam qizib ketyapti, 3-4 soat qoldi deb kelin qo'rqib ketyapti. Bemalol oldilaringga qo'yilgan sochli dalina suvlardan olib ichib o'tiringlar. Bu zamonda unaqa sochli dalina bo'lmagan. Shuncha pulni yeb qo'yganingdan keyin 17-asrda ham bo'ladi sochli dalina. Demak, hozir kelin yangi kuyovjo'ra raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Vatanim yurar sizlar, barmoyi yetishib qizlar. Zamonimda ozod qush, davraga tush, davraga tush. Zamonimda ozod qush, davraga tush, davraga tush. Kechamizda kutilmagan burilish va kutilmagan